erkaklik o'lchovi do'rillagan ovoz va testosteron miqdorida deb o'ylaydiganlarning. O'zi egri, lekin xotinidan to'g'rilikni talab qilib, xotinim yomon deb o'ylaydiganlarning. Yaxshi yomon o'lchovi qandayligini bilmay turib, amakisining, ammasining, xolasining va tog'asining kelinini yomon deb o'ylaydiganlarning. O'zining onasi ham bobosi va buvisining kelini, otasining esa xotini ekanini va uni qanday qiyinchiliklarga dosh berib, voyaga yetkazganini bilmaydiganlarning ayoling bilan yaxshi yasha, kelining ham birovning omonati kabi videolarimizga reaksiyasi. Nima demoqchiman? Ayolingizdan hech qachon mukammallik talab qilmang. Ayollarga yon bosadi, ahmoq. Aynan shu videolarimizga dunyoqarashi keng va kattalardek fikrlaydigan insonlarning reaksiyasi. Tekislikni kutmang. Hammasi, lekin 1 litrlik farosat haqidagi videomizni ko'rganmidingiz? Birovning gapi sizni qopingizga sig'mayotgan bo'lsa, u katta degani emas, balki sizni qopingiz kichkinalik qilayotgan bo'lishi mumkin.